Lada Vesta SV Cross ishqibozlariga o'zimni shaxsiy minib yurgan mashinam Lada Vesta SV Cross eng oxirgi full pozitsiyasi sotuvga qo'yildi. Xohlasanglar bu yoqda 1.6 yaponskiy motor X-Ray Cross mashinamiz ham bor. Kraskalar top-toza 2019-yil ishlab chiqarilgan, 71 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza 19 71 ming kilometr yurgan u 4-pokoleniya metan gazi bor, 6-pozitsiya eng full pozitsiyasi u. Bu mashina ham 2021-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza. Faqat oldida petnosi bor, bitta kosmetika rextovkasi bor. Qolgan hamma yo'g'i joyida. 6-pozitsiya o'sha bakovlar qaytadan full pozitsiyadagi Lada Vesta SV Cross. Bunda ham 4-pokoleniya metan gazlari bor. Xudo xolasa xarajati chiqimi yo'q. Bu mashinani o'zim 3-4 oydan beri minib yuribman. Salakam 10 ming kilometr yurdim. Bunisi mana bu ham xizmatda oilaviy ukam minib yuribdi. Bunisi Lada X-Ray Cross kraskalari top-toza, u ham sotuvdi. Ikkalasining ham narxi 10,5 ming dollar ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan edi. Xo'p, mana orqalari akkuratni chiroyli holatda, hammasi ximtska, polirovka qilib chiroyli holatga haligi har qanday haligi nozik tabli odamlarni ham haligi tabi tortaveradigan, bahridil ochilaveradigan holatga keltirib qo'yilgan mashinalar. Hujjatlarida muammosi yo'q. Hujjat hammasi o'zimizda. So'ragan hujjatinglar qilib beriladi. Xohlasanglar оформление, xohlasanglar generallik, so'ragan hujjatinglar chiqaveradi. Mana orqasi ko'rib turganinglardek barcha sidinalar qiziydi, 6-pozitsiyada bu mashina. Mana rullari qiziydi, to'rala orqa old sidinalar qiziydi. Mexanika 1.8 motori bu. Bunisi klimat kontrollari ham ishlaydi. Rullar nimasi? Oynalari qiziydi, laboylari, monitorlari bor. Android gazi 4-pokoleniya metan gaz. Xudo xolasa mashinada hech qanaqa kam-ko'z yo'q. Bakovlarga ham e'tibor bersanglar, boshqacha bo'ladi bular. Qaytadi, bitta pul bilan qaytarib yoki salondan knopka bilan ham qaytarib yo'q foydalansalaringiz bo'ladi. Oldin ko'rinishi mashinani. Bu mashinaga 10,5 ming dollar qo'ygandik. Hozir zarurat yuzasidan 3-4 so'mni betiga qaramasdan kelishtirib arzon narxda beraveramiz. Qiziqqan, realniy naqd pul bilan olaman degan xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, mashinani 10,200 berib olib ketaverasizlar. Xudo xolasa hech qanaqa kam yo'q. Bizdan olasizlar, haydaysizlar. Hech qanaqa xarajat yo'q. 4 ta yangi balon qo'yilgan, yumshoq balon, kraskasi, faqat petnosi bor oldida xolos, rextovkasi bor. Eng oxirgi pozitsiya o'sha Enjoy Pro pozitsiyasi 6-pozitsiya va 21-yil ishlab chiqarilgan, probegi 110 ming. X-rayimiz ham 10,5 ming qo'yilgan edi. Kechagi kunda ijtimoiy tarmoqlarda hamda bozordan 9700 dollarga berilmadi. Oldiga Brixton qo'shgan xaridorlarga kelishtirib berib yuboraveradi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.